estetikani yoqtiradigan nozik tab mijozlarimiz uchun mana shunaqa chiroyli ta'mirdan chiqqan uyimizni obzorga keldik. Uyimizni obzorini boshlaymiz. Narxi va lokatsiyasi oxirida bo'ladi. Uyimizga kiraverish eshigi, kirganingizdan sizni mana shunaqa juda chiroyli mягкий zona kutib oladi. Televizorlari qilingan. Oshxonasiga o'tamiz. Oshxonasiga juda chiroyli kupe eshiklari qilingan. Stiralka, mebellari 3 etajlik, kotyolari DD turetskiy kotyolari qilingan. Barcha jihozlari qoladi. Uyimiz hamma joyi teplый pol. Xohlasangiz radiatorlar uchun ham joy qilib qo'yilgan. Bu xonasi kichkintoylar yotoqxonasi. Детский spalni sifatida ishlatasiz. Keyingi xonasi juda shikarniy katta zal. Qolonlari qimmatlardan, moyish aboylar, qimmat pardalari qilingan. Zalimizda 3 ta panoramli derazasi bor. Keyingi xonasiga o'tamiz. Bu kattalar yotoqxonasi, родительский spalnya. Bu ham qolonlar tashlangan, moyish aboylari, pardalari qilingan. Родительский spalnyani o'zida alohida tualet sanuzuli bor. Poldan patologgacha kafil qilingan, hamma narsasini yaxshi sifat narsalardan ishlatilgan va oxirgisi bu umumiy tualet sanuzul. Xo'sh, uyimizning umumiy kvadrati 100 kvadratdan iborat. 9 qavatli yangi elitni domning 4-qavatda. Uyimizning narxi 82.900. Savdolashishga imkoniyat bor. Uyimizning lokatsiyasi o'sha trendda bo'lgan Buxara City Latikoda.